Akalar ko'rib turibsizlar, juda ham hozir akamiz aytayapti, qushlarga zo'r etik beryapti. Aka, qushlarga qanaqa etik beryapti bu mahsulot? Assalomu alaykum Olmazor Zomir obunachilari. Buni yegandan keyin qushlarimiz patlari yaxshilanibdi. Sog'lig'i вообще ideal holatda. Ya'ni bular testosteronni ko'tarib beradi. Qushlarimiz aksariyat mana bahor paytida foydalanib, rosa bola oladigan, kuchini oladigan paytda qushlarimiz zo'r holatga kelmayotgani sababiga shu vitamin, kalsiy, minerallarni to'ldirib, ozuqalarni to'ldirib beribdi. Zo'r effekti zo'r. Yevropanikidan qolishmaydi, aka. Zo'r effekti. Mexki korumlarga, tuxumlarga qo'shib bersa va yana bitta tabletkasini 1 litr suvga tavsiya qilamiz, juda zo'r. Xudo xolasa barcha obunachilarimizga shu yerga kelishlarini va yurtimizdagi barcha vet aptekalardan, Zoo magazinlaridan so'rashlarini tavsiya qilib qolamiz. Haqiqatan ham bu mahsulotimizni nimaga bunday deyapman? Mana bular Yevropadan tayyor qadoqda olib kelinadi. Bizda esa siriyo olib kelib O'zbekistonda qadoqlanadi. Demoqchimizki, bir xil narsa, bu esa milliy brendligini hisobiga sizga arzon tushadi. Okalar, barchangizni kutib qolamiz. Salomat bo'ling.